Mana Bakoyda qaranglar qayerda joylashgan. Bakoy yo'q, kameralik. Avatar 12 ko'pchilik yozgan ekan, aka Avatarda Bakoy yo'q, kamerada qanaqa bo'lar ekan yomg'irlarda ayniqsa. Mana kakras yomg'ir yog'yapti. Endi kamu, lekin bor. Har qancha ko'p yomg'ir yog'sa ham kameraga umuman tegmaydi suv. Tiniq ko'radi. Buni eng maza qilayotgan joyingiz mana bu. Shunchalik tiniq. Общий obzorda mana bu kameradan ko'rsangiz bo'ladi. Mana orqasidan kelayotgan mashinaga ichidagi odamlargacha ko'rinib turadi. Ichlari keng, komfort. Imенно Zikr 001 dan keyingi tanlov shu. Biz ham bekorga buni qilmaganmiz. Yumshoqligi haqiqatda zo'r, tezligi ham zo'r. 3,5 sekundda yuzga chiqadi. Tormozi ham zo'r. Zapas hodi ham 700 10 km 700 km deng. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Mashinalar o'tib kelyapti. Orqalari ham keng Zikrdan ko'rayotgan bo'lsanglar, saloni ham juda chiroyli. Endi yangicha model, yangicha dizayn. Maza qilib aytaysizlar. Mana shunaqa mashina. Zo'rchining Zikrdan keyingi misolcha obzor qilib ko'rsatib turing deydi-da ko'pchilik. Bu palasadan bu palasaga o'tib olisham, mana bu общий obzordan qilib olasiz lozim. Mana mashinalar keladi. Ichidagi odamlargacha polniy ko'rinadi ko'rsanglar hozir. Nima haqida gaplashyapti bular? Endi hozir yomg'ir uchun xirachira bo'lgani uchun ko'rinmaydi, tozalashtirib olgan bo'lsa, lekin mashina o'zimizga haqiqatda yoqadi. Endi buni bilmasam nimaga almashtirsak bo'ladi. Endi 7000 km yurdi, sotuvga qo'yganmiz. Bundan ham qiziqrog'ini olmoqchimiz biz, to'g'risini aytsam. Endi 2 sekundda yuzga chiqayotgan efir olmoqchimiz. Chota odam cho'chib ham qoldi 2 sekundda yuzga chiqayotgan mashinalarni haydashga. Nima deysizlar? Bundan keyin nima tanlov qilsanglar, sizlar bo'ladi. Nimani taklif bera olasizlar sizlar? Endi biz shuni ichida to'g'ri bizga taklif berilmasligilar mumkin, lekin baribir sizlarda ham fokus bor-ku, qanaqadir. Aytinglar qani, endi hammaga ham yoqavermaydi bu Avatar. Kimgadir Zikr yoqadi, kimgadir Avatar. Bizga misol uchun Avatar ham Zikr ham yoqadi. Buning eng yaxshi tomoni ichlari kengroq, yangicha dizayn, mana bu kameralar haqiqatda zo'r. Yumshoqligi, birinchi o'chirda yumshoqligi zo'r. Bizga shunisi yoqadi Avatarda.